beraki. Sen bu narsani ko'rsat, keyin odamlar obzorni dakansa ko'radi. Tog'ajonim, shu kritidan boshqa joy bo'lmasin deganingiz uchun mana kritini shunaqa peshonasidan oldidan topib qo'ydim sizga. 8 qavatli g'ishtli liftda o'qda ishlab turgan domni 7-qavatda 90 metr kvadrat 3 xonali xonani obzorni boshladim. Birinchi zal xonasi bo'lyapti. Основной ikki tomonlama proyekt. Tog'ajon, shunday derazani ochib qo'yasiz, konsertni o'chirib qo'ysangiz ham havo aylanadi. Bu bitta hol, bemalol yana bitta xona qilsangiz bo'ladi. O'tiradigan joy qilsangiz bo'ladi. Mana bu spalnya xonasi bo'lyapti. Did bilan ad-dush remont qilganlar, pulni ayamaganlar. Ustadan ham, materialdan ham zo'rlarni qo'yganlar. Razdelni sanuzellari, iransk kafellari bilan tomosha qiling. Ko'p o'ylab birasiz bir tomonlama proyekt kim nima ikki tomonlama zo'ri bo'lyapti Tog'ajon. Mana bu esa ikkinchi yotoqxonasi bo'lyapti uyimizni. Mana bu oxirgi eshigimiz esa kuxnya bo'lyapti. Barcha jihozlari, bitta oy texnikalari qo'yilgan, bir so'm rasxodi yo'q. Kelasiz, shitirni sanab kirib maza qilib yashaysiz. 71.900 Tog'ajon kami bor. Pastda nomerlar qoldiraman, srojni qo'ng'iroq qiling. Ajoyib xonadon.